Muhabbat, elektr energiyasiz hayotingizni tasavvur qila olasizmi? Bu savolga faqat siz emas, balki boshqalar ham yo'q deya javob berishi tabiiy. Rostdan ham u yashash sharoitimiz yuragiga aylanib bo'lgan. Uyimiz, ishxonamiz, shahrimiz, barcha tarmoqlarga shu elektr energiyasi jon kiritadi. Xalqimiz hayotini farovonlashtiruvchi bunday resurslarni azaldan qadrlab, hattoki misqolini ham uvol qilishga yo'l qo'ymaganlar. Ulardan oqilona foydalanishgan. Adashmasam fikringiz nishabi uning to'lovlari bilan bog'liq jarayonlarga qarab ketyapti. Hayotimizni charog'on etuvchi elektr energiyasi bir necha daqiqaga o'chib qolsa bormi, darrov norozi kayfiyatga tushib qolamiz. Ammo uning pulini to'lashga kelganda nimagadir xarajatlar ro'yxatimizning so'ngiga qo'yib qo'ya qolamiz. Andijon viloyatida elektr energiyasidan foydalanib, belgilangan to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan iste'molchilar bo'yicha debitor qarzdorlikni kamaytirish yuzasidan qat'iy nazorat tartibi joriy etilgan. To'lov majburiyatlarini bajarmagan iste'molchilar elektr tarmog'idan ajratilib, ularga elektr energiyasi yetkazib berish vaqtincha to'xtatildi. Elektr energiyasi bu hayotimiz uchun zaruriy vosita, lekin u ham tugamas kuch emas. Har bir sarfi hisobli. To'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishimiz birinchi galda katta qarzdorliklarni keltirib chiqarmaydi. Elektr ta'minotidagi muammolarning oldini oladi. Lekin bu mas'uliyatni his qilmasdan sarflagan energiya ortidan kelib chiqqan qarzdorlikni to'lashda paysalga solayotgan iste'molchilar ham bor oramizda. Mavzuni raqamlar bilan boshlasak, 2025-yil 1-yanvar holatiga jami debitor qarzdorlik 607 milliard 569 million so'm. Shundan aholi 494 milliard 335 million so'm va ulgurji 113 milliard 335 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yil 1-dekabr holatiga jami debitor qarzdorlik 507 milliard 284 million so'm. Shundan aholi qarzdorligi 435 milliard 824 million so'm va ulgurji qarzdorlik 71 milliard 460 million so'mni tashkil etib, yil boshiga nisbatan jami qarzdorlik 100 milliard 286 million so'mga kamaygan. Qarzdorliklarni undirish ishlari prokuratura, ichki ishlar vakillari, soha mas'ullari hamda majburiy ijro byurosi ijrochilari bilan hamkorlikda doimiy ravishda olib borilmoqda. Andijon tumani misolida aytadigan bo'lsak, 2025-yilning 1-yanvaridan 1-dekabriga ko'ra 345 ta aholi xonadonlariga qarzdorlik va noqonuniy holatlar yuzasidan dalolatnomalar rasmiylashtirildi. Jami 14 milliard 800 million so'mlik mablag'lar undiruvga qaratildi. Andijon tuman Chem mahalla fuqarolar yig'ini Asaka yo'li ko'chasida yashovchi fuqaro yetkazib berilgan elektr energiyasidan bo'lgan 6 million so'm qarzdorligini undirish choralari ko'rilib, tarmoqdan ajratildi. Andijon viloyati hududiy elektr ta'minoti hamda energiya savdo Andijon tuman bo'linmasi hamkorligida aholi iste'molchilarni elektr energiyasidan to'g'ri va oqilona foydalanish uchun reja tadbirlar davom etyapti. Hozir mana CMFga kelib ish tashkil qilganmiz. Hozir bu xonadonimizni elektr hisoblagichi kuyganligi hamda dasturda qarzdorligi mavjud bo'yicha dalolatnoma yozildi. Dalolatnomaga asosan hozir qarzdorligi iste'mol tarmog'idan ajratildi. Elektr energiyaning qarzdorligi butkul qoplangandan so'ng qayta tarmoq ulanadi hamda hozir dalolatnomaga asosan elektr hisoblagichi yangi qaytadan qo'yilgandan keyin tarmoq ulash ishlari amalga oshiriladi. Andijon tumani Chem mahalla fuqarolar yig'ini eski Asaka yo'li ko'chasida yashovchi fuqaroning 22 million 659 ming so'm qarzdorligi mavjud. O'tkazilgan tadbirda mazkur holat bo'yicha mas'ullar iste'molchi bilan gaplashilganida hozirgi vaqtda bu yerda hech kim yashamasligini ta'kidladi. Aniqlanishicha, bu avvalgi qarzdorlik bo'lib, xonadon egalari tomonidan to'laqonli qoplab berish majburiyati bor. Mablag'lar to'laqonli bartaraf etilgunga qadar fuqaroga tegishli bo'lgan Nexia 2 avtomobili ijrochilar tomonidan xatlab olindi. To'lanmagan taqdirda mashinasi xatlangandan keyin uni o'zi ijro qilish tartibi bor. Shunga asosan belgilangan tartibda uni auksionga chiqariladi. Agarda qarzdorligidan ortiq summa bo'ladigan bo'lsa, u iste'molchiga qaytarib beriladi. Fuqarolarimizdan iltimos qilib qolardim. Fuqarolarimiz hamisha elektr energiyasini o'z vaqtida to'g'ri hisob-kitob qilib borib, ularni har doim nazoratda olib borishlarini, to'g'ri va oqilona foydalanishlari, oshiqcha issiqliklardan foydalanmasliklari, chunki elektr energiyasi qonunda faqat yorish uchun, maishiy ehtiyoj uchun berilganligi sababli kelgusida bu qish mavsumlarida ulanayotgan quvvatlar, kuchlanishlar natijasida ko'p kilovat elektr energiyasi iste'mol qilishi mumkin. Shuni oqibatida katta qarzdorlikka
kirib qolishadi. Andijon tuman Chem mahalla fuqarolar yig'ini Navqiron ko'chasida 42-uyda yashovchi fuqaro sarflayotgan elektr energiyasi uchun to'lovlarni o'z vaqtida bir necha bor ogohlantirishlarga qaramay to'lamagan. Boz ustiga energiya ta'minotiga o'zboshimchalik bilan ulanib olgan. Noqonuniy harakatlar uchun fuqaro xonadoniga borilganida uy egalari bilan ko'rishishning imkoni bo'lmadi. 15 million so'm qarzdorlik uchun Andijon tuman majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birgalikda iste'molchi elektr tarmog'idan ajratildi. Andijon viloyati hududiy elektr tarmoqlari Andijon energiya savdo bo'limi xodimlari CMFda yashovchi Abdumajidov Nargizaxonni xonadoniga bir necha bor kelib qarzdorlik haqida ogohlantirdi. Bu ogohlantirishimizga qaramasdan qarzdorlikni bartaraf qilmagani uchun hozir iste'molchiga tegishli tartibda onlayn dalolatnoma rasmiylashtirib berdik. Bu dalolatnomasiga asosan hozir 04 havo liniyasini tarmoqdan ajratib, MF raislari bilan birgalikda ijroga qaratib qo'yamiz. Agarda fuqaro elektr tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanib olsa, prokuratura xodimlari orqali mulk-mulkini xatlashga hujjat qilib beramiz. Yana bir qarzdorlik yuridik shaxsga tegishli. Andijon ko'prikdan foydalanish klasteri unitar korxonasiga yetkazib berilgan elektr energiyasidan bo'lgan 521 million so'm qarzdorlik uchun tashkilot balansida bo'lgan yuk mashina majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan baholanib, xatlab olindi. Hurmatli fuqarolar, elektr energiyasidan foydalanishda tejamkorlik qoidalariga rioya qiling. Sarflangan energiya uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshiring. O'zboshimchalik bilan tarmoqqa ulanish va qarzdorliklarni bartaraf etmaslik sizni javobgarlikka tortilishingizga asos bo'ladi.